Diqqat qiling, yangi kiberfiribgarlik turi ommalashmoqda. Telegram messenjerlari firibgarlar tomonidan egallab olinmoqda. Yaqinlaringiz yoki tanishlaringizdan sizga tanlovda ishtirok etayotganligi va unga ovoz berishingiz zarur ekanligi to'g'risida Telegram messenjeridan xabar keladi. Yoki sizni aynan bir guruhga a'zo qilishadi. Ovoz berish tugmasini bosishingiz bilan Telegram akkauntingiz firibgarlar qo'liga o'tadi. Buni siz avvaliga bilmaysiz, chunki ular ikkinchi foydalanuvchi sifatida sizni kuzatib turishadi va Telegram akkauntingizga ishonchli qurilma sifatida ishlab turishadi. Vaqti kelishi bilan sizni Telegram akkauntidan chiqarib yuborib, boshqaruvni to'liq o'zlariga olishadi. Eng yomoni, ma'lumotlaringizga ega chiqib, ushbu zararli xabarni barcha kontaktlaringizga tarqatishadi. Sizni nomingizdan yaqinlaringiz va tanishlaringizga pul mablag'lari so'rab xabar yuborishadi. Hurmatli yurtdoshlar, bu kabi firibgarlikka tushib qolmaslik uchun quyidagilarga amal qiling. Hech qanday menga ovoz bering yoki shu kabi Telegram orqali kelgan xabar va havolalarga bosa ko'rmang, ularga ishonmang. Agar sizga shu kabi xabar kelsa, zudlik bilan o'chirib yuboring. Telegram sozlamalariga o'ting, maxfiylik va xavfsizlik bo'limiga kirib, qurilmalar ro'yxatini tekshiring. Agar notanish qurilmani ko'rsangiz, zudlik bilan uni o'chirib yuboring. Telegramingizda ikki tomonlama himoya tizimini yoqib, unga murakkab parolni o'rnatishni unutmang. Agarda Telegram orqali yaqinlaringizdan mening kartamga pul tashlab ber degan xabar kelsa, bunga aslo ishonmang. O'sha yaqiningizga qo'ng'iroq qilib, ushbu xabarni tekshiring. Salomat bo'ling.